Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun 7-iyun 2026-yil. Makkamizni holati pishishga yaqin qoldi makkamiz. Xudo xolasa bir haftalarda uje terishga tushamiz. Hozir holatini ko'rsataman sizlarga. Bitta ochilgani bor edi mana bitta. Mana holati maloshni, xudo xolasa bir haftada sariq rang kirib makkamizda bo'lib qoladi. Bu makkamiz plyonka makka. Ko'rishinglar mumkin. Plyonka makka bu 9-mart. 9-mart kuni ekilgan. Keyin 13mi, 14mi qor yoqqan. Mart 13-da, 14-da qor yog'di. Yer tagida bir 10-15 kun yotdi bu. Unib keyin havo isigandan keyin chiqib oldi. Naryoqda yer makkamiz bor, yerga ekilgan. U ham 9-mart ekilgan. Lekin bundan bir 20 kun orqada bu pishadi, keyin 20 kunlardan keyin unisi pishadi. Xo'p, savollar beryapsizlar, savollarga qo'ldan kelgancha bo'sh vaqtimizda javob berishga harakat qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha ilmimiz yetganicha javob beryapmiz. Mana bu makkalarimiz xudo xolasa sizlarga qarishda o'lchab beraman. 2 qarich ekan. Hali yana bir semiradi, kattaradi. Shu makkalarimiz holati shu. Sizlarga bu yil xudo xolasa makkani noldan video qilib berdim. Qanaqa qilib ekiladi, qanaqa qilib qaraladi, nima dorilar sepiladi, nimalar qilinadi. Mana bugun xudo xolasa oxirgi suvini qo'yamiz. Bu suv ichgandan keyin xudo xolasa pishadi makkamiz. Makkalar qalilligi yaxshi. Mana qo'l yetmayapti, mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Qo'l yetmayapti, mana shundan qalin. Makkalar holati yaxshi. Sizlarga xudo xolasa sotish ham qo'yib beraman. Biz Qo'yliq dehqon bozoriga olib chiqamiz buni. Qo'yliq dehqon bozori Toshkent shahri Bektemir tumanida joylashgan. Olib chiqib, sotib, necha pul rasxod qildik, necha pul foyda qoldi, hammasini qo'yib beramiz. Xudo xolasa, agar videolarimiz sizlarga ozgina bo'lsa ham foyda keltirayotgan bo'lsa, biz xursandmiz, duo qilib qo'yasizlar. Hammanglar dehqonchiliginglarga baraka bersin. Xudo xolasa kontentlarimiz davom etadi. Kuzatishda davom etinglar. Ko'p video chiqaravermayapman. Har kuni chiqaradi bir xil video. Men endi ishlagan jarayon, ish qilgan jarayonlarimizni chiqaryapmiz faqat. Videolar zerikarli bo'lib qolmasin. Odamlar ko'rganda nimadir olsin deb chiqaryapmiz. Xudo xolasa keyingi videomizda yerga ekilgan makkamizni qurtiga dori sepamiz. Islitira sepamiz. Shu qarash jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Bunga qurtga dori sepdik. Xudo xolasa qurti yo'q. Dorimiz yaxshi ta'sir qildi. Bundan oldingi videolarni ko'rsanglar, qurtga dori sepamiz deb video qo'yganmiz. Qanaqa dori sepganimizni ko'rsatib o'tganmiz. Savol ham tushgan ekan. 5 xil dori sepyapmiz deb aytibsiz. Qanaqa dorilar deyishgan ekan. Men esimda yo'q, lekin 5 xil dori deganim 5 xil dori deganmanmi yo'qmi esimda yo'q, lekin 5 xil dori sepmadik. Bunga vitamin sepdik 2 xil boshida. Uni ham ko'rsatib o'tganmiz videoda. Keyin boshqacha vitamin sepdik. Keyin bir marta qurtiga dori sepdik. Shu sota kattaroq bo'lganda bir marta dori sepdik qurtiga. Qurtini ham dorisini ko'rsatib o'tganmiz videoda. Xullas, bu yil sizlarga hamma ma'lumotni yashirmay berishga harakat qildik.
sog' bo'linglar, charchamanglar. Xo'sh, keyingi jarayonlarni qo'yishda davom etamiz. Hammanglar dehqonchiliklarga baraka bersin Xudoyim. Hammanglar sog' salomat bo'linglar.